Men 2 yil burun bir yigit bilan tanishdim. Menga uylanishini aytib, ko'p va'dalar berdi. Keyin oilasi menga uylanishiga ko'nmadi. Hozir boshqa bir qizga uylanmoqchi. Unga uylanishini xohlamayman, chunki u ham, men ham va unga tekkan qiz ham qiynaladi. Ayni paytda qizga zulm bo'lmasin deb duoibat qilgim ham kelmayapti. Shuning uchun chiroyli holatida o'lib qolsin deb duo qilsam bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Yo'q, bu noto'g'ri narsa bu. Endi kim ishi bitmasa bir-birini qarg'ash degan gap chiqadi-da. Endi birov, masalan, siz u yigit bilan gaplashgan bo'lsangiz, yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, u ham sizni yaxshi ko'rgan bo'lsa, agar chin muhabbat bo'lsa, albatta bir harakat qilinardi endi. Demak, u oilasi qarshilik qilganiga u yigit baribir ko'nib boshqa qizni olishga qadam qo'ygan bo'lsa, demak sizga bo'lgan rag'bati unchalik emas degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, men ikkita bir-birini yaxshi ko'rgan kishilar uchun, ya'ni yigit qiz masalan bir-birini yaxshi ko'rsa, bir-biri bilan nikoh qilishdan ko'ra yaxshiroq yo'lda bilmayman deganlar. Eng yaxshisi bir-biri bilan nikoh qilishi. Agar haqiqatda yaxshi ko'rganda edi, nikoh qilish bilan ya'ni bu oxiriga yetadi. Bu mabda qadar bu, Alloh taoloning qadari. Har bir ishda xayr bor. Siz ya'ni hamma odam shunday bo'lishi kerakki, bir ishni qilmoqchisiz, uylanmoqchimi, tijorat qilmoqchimi, bir nimadir qilmoqchi, safar qilmoqchimi, istixora qilish kerak. Istixorada duosida shu aytiladiki, Robbim, agar shu ish yaxshi bo'lsa, menga o'zing muvaffaq qilib, shu ishni o'zing nasib qil. Agar yaxshi bo'lmasa, meni dinimda, dunyoyimda, oxiratimda men uchun yaxshilik bo'lmasa, o'zing meni bundan burgin va qayerda yaxshilik bo'lsa, o'sha joyga meni burib qo'ygin deb duo qilinadi. Mana shu narsa yaxshilik bo'ladi. Hozir sizda ham bu turmush bo'lmaganligi siz uchun yaxshidir. Bilmaysiz siz nimalar bo'ladi. Masalan, aytaylik, misol uchun o'sha yigit bilan turmush qilganingizda siz o'rtalaringizdan bir nogiron farzandlar tug'ilishi mumkin masalan. Buni orqasidan qancha qiyinchiliklar bo'lishi mumkin masalan. Biz bilmaymiz-ku nimalar bo'ladi. Yoki bundan boshqa bir katta musibatlardan Alloh taolo sizni qutqarib, o'shani nasib qilmagandir. Agar buni hikmatini bilsangiz, u yigitni qarg'ashmas, siz Alloh taologa hamd aytishdan boshqa narsaga o'tmay qolasiz. Shuning uchun mo'min kishi albatta har qanday holatda alhamdulillah deyish kerak. Bo'lsa ham alhamdulillah, Alloh qadar qilgan bo'lsa bo'ladi. Bo'lmasa alhamdulillah, Alloh taolo o'shani menga nasib qilmadi, o'zi biladigan bir hikmat uchun deyiladi. Alloh xohlamadi, bo'lmadi. Bu mo'min odamni qadarga bo'lgan iymon keltirgan mo'min odamni qiladigan ishi mana shunday bo'lishi kerak. Bo'lmasa ishi bitmasa, hamma bir-birini qarg'aversa, xotin er xotinni taloq qilsa, u taloq qilingan xotin bir umr uni qarg'ab o'tsa, qaynalar kelinini qarg'asa, kelinlar qaynalarni qarg'asa, sheriklar bir-birlarini qarg'asa, butun qarg'ish bilan o'tadi-yu hayotimiz masalan. Kim bir-biridan norozi bo'lsa qarg'averadimi? Sabr qilish qayerda qoladi bunda? Taqdirga tan berish qayerda qoladi? Mo'min odamni o'zi boshqa kofirlardan ajralib turadigan joylardan biri qadarga bo'lgan iymoni bilan ajralib turadi. Shuning uchun bunda meni aytayotgan narsam, sizga sabr qiling, qadarga tan bering, Alloh taolodan yaxshiligini so'rang. Agar bo'lmabdimi, alhamdulillah. Bundan keyin boshqasi hali kelajagingizda hali nimalar sizni kutyapti, qanaqa yaxshiliklar bor, Alloh biladi buni. Shuning uchun sabablarni ushlang, Alloh taolodan yaxshiligini so'rang. Faqat yaxshilik bilan duo qiling. Birovni qarg'ish bilan vaqtingizni o'tkazmang. O'sha qarg'ishga ketgan duoingizni o'zingizni xayringiz uchun, o'zingiz yaxshiligingiz uchun qiling, o'sha foydaliroq bo'ladi. Allohu a'lam.